tarmoqlarda har xil xabarlar tarqab ketib qoldi. Sizni shu audio zapisingiz ketgan, siz ovozingiz ketgan har xil ketdi endi xabarlar. Shunga endi har xil talqin bo'lyapti buni. O'zi sanki telefon qotganimiz aslida siz nima demoqchi edingiz? Va bu narsa qanaqangi noto'g'ri talqin bo'lib ketdimi yoki siz haqiqatni to'g'ri gapirganmidingiz? Shuni biz aniqlashtirmoqchi edik. Chunki hozir bu masalani endi hamma har xil talqin qilyapti. Shuni biz to'g'ri odamlarga xolis sizni ham eshitib, hamma tomonni eshitib bir anaqa tayyorlayotgan edik material. Shunga sizni fikringizni bilgan telefon qilayotgandik aka. Ma'qul. Aytaveraymi shu yerda hozir yo'q? Bemalol agar siz men sizga yozib olaman. O'shani tekstga tushirib, keyin e'lon qilamiz. Bo'ldi, xo'p. Bemalol. Aha, xo'p, demak bo'ldi. Bemalol gapirsangiz bo'ladi. O'zi misol uchun nimani gapirmoqchi bo'ldingiz-ku? Bu boshqacha tomonga nima o'zgarib ketdi yoki siz haqiqatdan to'g'ri gapirdim deyapsizmi? Shuna bir Xo'p, o'zi voqea nimadan boshlangan? Aslida o'sha Hamis Sodiq, Ilyos Safarov, Abdurahmon Tashanov degan odamlarni siyosiy guruhidan boshlangan. Ularni bir qanaqadir qarshilariga muxolif odamni chiqarmay o'zlarini qo'llab-quvvatlab har turli gaplarni gapirishdi. Men ularga siyosiy qarashlarida, fikr dunyo qarashlarida milliy qadriyatlarimizga ziddiyatli gaplar borligini, masalan, diniy olimlarni siyosiy maydonga tortib, davlatga muxolif qilish harakati borligini, bu bizning milliy qadriyatimizga ham, diniy e'tiqodimizga ham to'g'ri kelmasligini ta'kidlab keldim. Bular endi taxminan bir 5-6 ta suhbatlarimning ichidan 15 sekundlik narsani poylab o'tirgandek, aynan birinchi o'sha Ilyos Safarov qo'ydi. Jurnalistik etikaga to'g'ri kelmaydigan ish. Mana masalan, sizlar ham jurnalistsizlar, sizlar masalani oydinlatish uchun menga chiqib so'rayapsizlar bu tarafdan. Endi u Ilyos Safarov meni Facebookda bloklab olib, xuddi shu maqolani meni radikal, odam o'ldirishga targ'ib qilyapti kabi talqin qilyapti. Aslida masala shu, bunga o'xshagan suhbatlarda aynan Hamis Sodiq va shularning faoliyatini aslida nimasi xato, so'z erkinligi-ku bu degan bolalarga tushuntirdim men. So'z erkinligi bo'lishi mumkin, lekin so'z erkinligi degani qadriyatlarni oyoq osti qilish degani, O'zbekiston davlatchiligini ya'ni to'ntarishga urinish, radikal harakatlar degani emasda. Bular jinoiy faoliyat hisoblanadi degan ma'noda gapirganman. Ochiq oydin mana shu gaplarni gapirganman. Keyin u gapni eshitib turgan bola mendan bu shaxsiy fikringiz deganda men aytdimki, yo'q, bu shaxsiy fikr emas. Qadimda xuddi shunaqangi hodisalar uchun jiddiy jazolar berilgan. Payg'ambar alayhissalomdan shunaqa hadis bor. O'sha hadisga ko'ra qadimda shunaqa ishlar bo'lgan. Endi bugun bizda O'zbekiston qonunchiligida odam o'ldirish yo'q. Jinoyatga jazo odam o'ldirish saviyasida emas. Demak, nima qilinadi? Bugunga yarasha bugun qonunchilik bo'yicha ularga chora ko'rish kerak. Chunki bizning qadriyatlarimizni oyoq osti qilishyapti. Masalan, feminizm degan g'oyani targ'ib qilishyapti. Bokiralik yuk degan ayollarni reklama qilishyapti olib chiqib. Ayollar bularga qo'shilish kerak. Bular eng sifatli, muhim yo'nalish deb qattagi g'arb madaniyatida tashlab yuborilgan qoldiq narsani bizning madaniyatga singdirishmoqchi. Endi bular o'sha uyushgan harakatda mana qarangda, hozir Ilyos Safarov so'rab o'tirmasdan meni radikal, mana odam o'ldirishga targ'ib qilyapti deb post qo'yapti. Jurnalist etikasiga mutlaqo javob bermaydigan gap. O'zimdan so'ramayapti kelib yoki necha marta chaqirdim men shularni. Sizlar o'sha vaqtmi degan platformada gaplashyapsizlar yoki boshqa joyda. Qani, men ham o'tiraychi oldinglarda, mana shu masalalarda meni savollarim bor sizlarga deyapman. Shuncha chaqirig'imga javob berishmayapti-da, taxminan 5 soatlik suhbatning ichidan 15 sekundlik joyni poylab o'tirishibdi. Poylab o'tirib kesib olishyapti-da, kesib olib turib, keyin birdaniga qo'yishyapti. Ilyos Safarov qo'yyapti, orqasidan Abdurahmon Tashanov qo'yyapti. Demak, bular o'sha meni gapimni isboti chiqyaptiki, bular O'zbekiston davlatchiligiga
ya'ni muxolif o'zidan yasab olgan odamlar, bular buyurtmaga ishlayotgan odamlar, samimiy xolis masalani so'z erkinligi ta'minlangan jamiyatda yechish harakatidagi odamlar emas. Bular so'z erkinligi ularga ishlash kerak. Biz so'z erkinligidan foydalanib gapirsak, bizni radikal deyishlikka jur'at qilishyapti. Endi Hamid Sodiqni o'zi bilan gaplashib olish rejamiz bor edi. Bugun bir kishi bilan gaplashdim, u ham Hamid Sodiq bilan gaplashibdi. O'zaro shu masalada gaplashib olamiz deb kelishib gaplashib turdik o'zi. Endi bular o'sha payt poylashyapti, ixtilof bo'lsa, ko'proq o'sha bularga buyurtma bergan og'alari, tog'alari ko'proq mana shunaqangi g'alabani ko'tarsa, ularni qo'llab-quvvatlaydi degan niyati bor shekilli. Samimiyat bo'lgani yo'q. Bular talqin qilyapti. Odam o'ldirish Qur'onda, hadislarda kelgan odam o'ldirishni to'g'ridan to'g'ri bir kishi ijro qiladigan emas degan gapni 10 yildan beri aytib kelyapman men. Abror Muxtor Ali Samasudga qarshi ekanligini, Qur'on oyatlari, hadislarni o'zini ma'nosi, mohiyati borligini, lekin qonunchilik shulardan kelib chiqqanligini, o'sha Fransiya qonunchiligi bo'ladimi, bizning konstitutsiyadagi qonunlarmi, hammasini orqasida islom qonunchiligi asos bo'lganligini aytib kelganman. Bu odam o'ldirishga targ'ib deyishlik to'g'ri ma'noda radikal harakat, radikal fikr bu. Meni o'zimdan so'rash kerak. Noto'g'ri talqin qilishyapti xullas. Demak, siz ya'ni bu odamni o'ldirish kerak demoqchi bo'lmagansiz. Yo'q, o'ldirish kerak degansiz. Bu odamni o'ldirish kerak degan gap gapirmaganman. Ya'ni bunga o'xshagan, masalan, O'zbekiston jamiyatida aksar aholi shu davlatning rivoji uchun bir tomonga qarab ketayotgan bo'lsa, bir odam chiqib shuni boshqa tomonga yurish kerak deb ixtilof chiqarsa, unga chora ko'rish kerak degan ma'noda. Chora ko'riladi qonuniy asosda. So'z erkinligi emas bu. Bu jamiyatga buzg'unchilik olib kirish, jamiyatni qadriyatiga qarshi anaqa qilish. Qayerdan olyapsiz buni desa, qadimda hatto o'ldirilgan degan ma'noda aytayapman buni. Qadimda qonunchiliklarda o'ldirilgan. Bugun endi o'ldirish yo'q. Bugun nima qilinadi? Bunga o'ziga yarasha qonuniy chora ko'riladi. So'z erkinligi deb berkitilmaydi buni. So'z erkinligi emas. Xo'p, so'z erkinligi bo'lsa qarshisida odam bo'lish kerak degan ma'noda aytayapman. Demak, chora ko'rish kerak degan ma'noda gapirgansiz. Chora ko'rilish kerak bo'lgan hodisa. Ya'ni men o'zimdan o'zim bir kishini yomon ko'rib qolganim uchun gapirmayapman deyapman. Suyangan joyim bor, suyangan narsamiz bor. Bu insoniy omillarda davlatchilikka zarar beradigan fikrlar. O'zbek madaniyati, milliy qadriyatimizga boshqa narsani olib kirishga urinish bu. Buni so'z erkinligi bahonasida targ'ib qilish to'g'ri emas. Masalan, Galiboylikni targ'ib qilsa bo'ladimi so'z erkinligiga suyanib desa, men aytaman yo'q, siz ham aytasiz yo'q. Nimaga? Chunki bizni qadriyatga to'g'ri kelmaydi, qonunchilikka to'g'ri kelmaydi. Bular zimdan shu narsalarni, shunga o'xshagan hodisalarni sekin asta, ya'ni so'z erkinligi bahonasida singdirishyapti. Bularga chora ko'rish kerak deyapman. Chora ko'rilish kerak. Chora qanday ko'riladi? Uni sud hal qiladi, tergov hal qiladi, ichki ishlar hal qiladi. Lekin bunga chora ko'rilishi kerak. Buni meni fuqarolik pozitsiyam bu. Shundan kelib chiqib gapiryapman. Qadimda hatto o'ldirilgan deyapman, qadimda. Og'ir jinoyat bo'lganligi uchun bu jamiyatni buzg'unchilikka olib boradigan katta to'polonlarni, xalq bilan hukumat o'rtasida katta bir g'avg'olarni ko'tarib chiqishligi xavfi borligi uchun oldindan to'xtatilgan bunaqalar degan ma'noda. Tushunarli. Yana bitta savolim bor edi. Siz aytishda men ham eshitib qoldimki, tashqi razvedka uchun maydon tayyorlayotgan odam degansizda. Hamid akani, Hamid Sodiqni o'sha endi bu qanchalik asosli, ya'ni nima deydi, bu gapirgan gapingiz. Yuqorida ishora qilib o'tdim. Mana masalan, Ukrainada bo'lgan hodisalar, Gruziyada bo'lgan hodisalar va Iroqda, Suriyada davlat to'ntarishi amalga oshirilgan mamlakatlarda har doim oldin axborot maydon tayyorlaniladi. Bu o'sha Jim Sharp degan odamni diktaturadan demokratiyaga o'tish usullari degan kitobi bor. O'sha kitobida xuddi shu usullarni o'rgatadi. Nima qilish kerak? Jamiyatda obro'li, e'tiborli bo'lgan, ahli ilm bo'lgan imomlarni obro'sizlantirish, o'shalarni
xalq quloq solishi mumkin bo'lgan jamoani obro'siga tajovuz qilish bilan boshlanadi. Xuddi shu harakatlar, uni men ko'p aytganman. Hamis Sodiq aynan bilib qilayotgan bo'lsa xiyonat bu deganman. Agar bilmay qilayotgan bo'lsa bu soddalik. O'shalarni o'yinini o'ynayapti. Buni atrofida kimdir targ'ib tashviq qilayotgan bo'lsa, o'shalarni o'yinini o'ynayapti. Bitta misol keltirganman, misol uchun deylik. Bilasiz, Mubashshir domlani ya'ni O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha 2,5 yilga qamaldi. Uni Azon.uz degan portali bor edi. Bilasizmi? Azon.uzda asosan biz musulmonlar uchun foydali bo'lgan diniy saviyadagi ilmiy materiallar chiqib turardi. Diniy suhbatlar bo'lardi, tarixdan, siyratdan, fiqhdan, tafsirdan, hadisdan darslar bo'lardi, suhbatlar bo'lardi. Bemalol shu narsalar. Hamis Sodiq va u kishini komandasi Azon.uz'ni siyosiy maydonga aylantirib olishdi. O'zi ham e'tirof qilyapti. Men deyapti, Azon.uz'da birinchi bo'lib siyosiy mavzularni ko'tarib chiqqanman deyapti. Nima bo'ldi natija? Ular ko'tarib chiqqan siyosiy mavzular, ya'ni siyosiy mavzu deganda hamma siyosiy mavzuni aytmayapman. Aynan davlatchilikka, bizni qadriyatimizga, bizni milliy e'tiqodga bog'liq tushunchalarimizga zid bo'lgan siyosiy qarash. U Jon Lokni siyosiy qarashlari, Machiavellining siyosiy qarashlari, bu Adam Smithning siyosiy qarashlari bizga singdirilishga harakat bo'ldi. Natija nima bo'ldi? Azon.uz to'xtatdi faoliyatini. Mubashshir domla qamaldi. Mana shu narsalarda sizlar yo bilvosita yoki bevosita qo'linglar bor deganman. Birinchi suhbat shundan kelib chiqqan. Bizni O'zbekistonda eng foydasi tegadigan yaxshi bir musulmon olimni siyosiy maydonga tortib shu ishni qildinglar. Maqsad nima? Maqsad tashqi razvedkaning ishi bu. Albatta bu meni siyosiy qarashlarim, buni rasmiy ma'noda men sudga taqdim qiladigan hujjatim yo'q. Meni fikriy qarashlarim bu. Chunki ko'rib turgan, kuzatib turgan tahlillarimga ko'ra shu. Suriyaga 10 minglab bizni yoshlarimizni xuddi shu targ'ibot bilan chaqirib ketishgan. O'zbekiston kofir davlat, kufr davlat, demokratiya kufr kelinglar deb. Bular ham xuddi shunaqa. O'zbekiston hali demokratiyaga yetib bormagan, Mubashshir domla siyosiy lider, mana shunaqangi gaplar yoshlarni boshini aylantiradi. Ertaga ular ha shunaqa ekan deb, ular ham davlatchilikka, bizni jamiyatda bo'layotgan islohotlarga qarshi yurishni boshlaydi. Shuni oldini olish uchun fikriy qarash bu. Fikriy qarashga fikriy javob berish kerak. Shuncha suhbatning ichidan 15 sekundni kesib olib, ana o'limga hukm qildi deb noto'g'ri talqin qilish bu jurnalistik etikaga ham, insoniy, vijdoniy mas'uliyatga ham to'g'ri kelmaydi. Tushunarli bo'ldi. Menimcha hamma savollarga javob oldim. Men buni xulosa yozib e'lon qilamiz. Sizni ham eshitdik, u yoq tomonni ham eshitdik. Biz xolis, misol uchun ikki tomonni ham eshitib, ikki tomonni ham xolis pozitsiyasini beramiz. Shuni men sizdan aniqlashtirmoqchi edim, o'zi haqiqatan nima demoqchi bo'lgansiz va qanaqangi talqin bo'ldi deb demoqchi edim. Savolimni javob oldim. Agar yozmadan tashqari siz ularni bitta auditoriyaga to'plab jonli debat qilish imkoniyati bor desangiz, men tayyorman. Meni bilishimcha ular kelmaydi. Chunki ular qilayotgan tuhmatini, qilayotgan bunaqangi ya'ni xalq tilida aytganda nomardliklarini xaspo'shlashadi. Har doim bular mana shunaqangi orqadan poylab ish qilishgan. Qancha haqoratlarni qilishgan. Hali ham qilib yotishibdi. Men endi aytaman, meni haqorat qilgan odamlarga men yetarli javobini beraman-da. Lekin agar yo'q, biz so'z erkinligiga tayyormiz. Madaniy suhbatda siyosiy fikrlarda bahslashamiz. Mana shu gaplarim, yuqorida aytgan gaplarimni isbotlay ololmasam, men uzr so'rashlikdan hech ham chekinmayman. Chiqaman, uzr so'rayman, uzr xato gapiribman deyman. Lekin men isbotlab bera olishimni bilganim uchun, ular ham buni bilgani uchun juda katta ehtimol bilan ular bahsga kela olmaydi. Lekin shunday bo'lsa ham, siz bir vositachi sifatida sizga bir taklif. Shu Daryo.uz bir auditoriyasida o'tirib bahs qilamiz deyishsa, men tayyorman. Men bu taklifingizni qabul qildim va o'sha Hamis Sodiqqa yetkazaman. Agar qabul qilsa, men sizga yana qayta aloqaga chiqib, o'sha joyini, kunini belgilab. Nafaqat Hamis Sodiq, o'sha Ilyos Safarov ham menga tuhmat qilyapti, hozir odam o'ldirishga da'vat qilyapti deb. Bu Abdurahmon Tashanov ham
Ular 3 ta bo'lsin, men o'zim yakka chiqaman ularga qarshi. Ular 3 ta bo'lsin, yana 4 ta 5 tasini chaqirib kelsa ham mayli. Men o'zim yakka ularga qarshi mana shu fikrlarimni isbotlab beraman. Ular O'zbekiston milliy qadriyatlariga, O'zbekiston qonunchiligiga, O'zbekistondagi bo'layotgan islohotlarga zarar kunanda fikrlarni tarqatishyapti. Mana da'vo meniki. Yo'q, bizniki foydali fikrlar, siz noto'g'ri gapiryapsiz deb isbotlab berishsa, men uzrimni so'rayman. Tushunarli. Bo'ldi. Bo'lmasam men ularga aytaman bu narsani. Agar ular rozi bo'lsa, men sizga aloqaga chiqib o'sha narsani javobini aytaman. Bo'ldi. Agar rozi bo'lishmasa ham aytib qo'ying menga. Men ham bu suhbatimizni yozib oldim. Siz ham qo'yavering, men ham o'zimning auditoriyamda buni e'lon qilaman. Xo'p, bo'ladi. Assalomu alaykum. Xo'p.